Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Xudo xolasa laqqa baliqni tozalashni va marinovka qilishni o'rgatadi ustozimiz. Xudo xolasa. Ustoz nima deysiz? Assalomu alaykum. Avvalambor YouTube kuzatuvchilar. Bugungi kunimiz Xudo xolasa laqqa baliqni laxm go'shtini chiqarib, undan tashqari ziravorlar bilan buni masalliqlar, har xil narsalar qo'shib, buni sizlarga tayyorlab beramiz. Xudo xolasa tayyor marinovka qilib, shu jarayonni ko'rasizlar. Boshladik. Chiroyli tozalash beradi. Buni qiltirig'i yo'q qilib qilyapti. Hozir ko'rasizlar. Nima gap keling, ovozini eshitadi. Obunachilarimiz. Qanday holatda kesilayotganini ovozi. Nima gap keling, ovozini eshitadi. Obunachilarimiz. Qanday holatda kesilayotganini. Tashqari bizda 6 marta kelsa, bizdan kelib xarid qilsa, xaridorlarimizga 3 kilolik laqabalarni beryapmiz. Bundan tashqari. Yonini bir to'la chiqaraman. Keyin ziravorlar bilan hozir 90% laqabalar qilib qo'ygan klientlarimiz. Tarafa yo'qligi uchun yaxshi ketyapti. Ko'p savollar hozir shuni qarab kuchliroq laqabalarga. Lekin ko'pchiligi suymaydi. Qandaydir yog'li deydi. Bu baliq yog'li deb aytishadi. Shuni hozir yog'siz qilib qanday qilib qilsa borlar olan. Oltinchi bo'lib qoldi dadam. Bizni qo'limiz shu oilaviy deyarli yoshligimdan. Hozir go'shtlar qolib ketib qoldi-yu. Ular yana ham chiqarib olyapman. Buni uy sharoitida qilsa ham bo'ladi. Go'shtlarni chiqarib olyapman.